Majmua haqida maqtanishning foydasi yo'q. Sizga nimalar borligini, nima sharoitlarni borligini aytib bersam, sizga o'zlariga shunday yoqib qoladi. Majmuamiz birinchidan shahar markazida. Bor-yo'g'i 7 qavatlik, pishiqdan qurilyapti. Hamma atrofida nimaki sharoit bo'lsa, hammasi bor. Magazin, do'kon, poliklinika, apteka, moshin salon deysizmi, yana nima? Nimalar qoldi bu yerda? Aeroport deysizmi? Katta ko'cha bir qadam 100 metrga chiqsangiz katta ko'cha shaharning любой joyiga любой marshrutka deysizmi, avtobus deysizmi, taksi deysizmi, hamma sharoit bor. Tinchlik siz tinchlik ham bor yetmaganiga. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, atrofida uncha zich joylashmagan turar joy majmualari bor, ya'ni domlar bor. Uncha zich joylashmagan, lekin aholi bor. Bu tomonda ham aholi bor. Ya'ni infratuzilma tuzib bo'lingan. Sizdan nima talab qilinadi? Bor-yo'g'i shu oyma-oy xohlasangiz 7 milliondan bir xonalikka, ana chang. 10 milliondan misol uchun 2 xonalikka. Keyin 3 xonali olmoqchisiz, eng kattasini olmoqchisiz. 80 kvadrat, 100 kvadrat olmoqchisiz. Keyin oshib borsa 1200, 1300 oyma-oy to'lov chiqadi. Dollarda hisoblasangiz agar, so'mda o'rtacha 14-15 million so'm 3 xonali katta xonadonlar uchun. Zato shuning evaziga shahar markazida va hamma qulayliklarga ega majmuadan uy olyapsiz. Uy olyapsiz. Men sizga javob berib ayta olaman, ushbu majmuamiz bitganidan keyin bunga shunchaki nigoh tashlasangiz, shunaqangi uylarda yashagingiz kelib ketadi. Rostdan. Agar gapimni isbotini topmoqchi bo'lsalaringiz, majmuamizni kelib ko'rib ketingizlar. Hamma ma'lumotlarni taqdim qilamiz, nima kerak bo'lsa. Hammasi bizlarda ochiq-oydin. Hech qanaqa aldam-qaldam yolg'on gapirdi, unaqa gaplar yo'q. Gapimizga javob beramiz. Xohlasa, agar sizga ushbu majmuamiz qiziq bo'lsa, mana bu blokimizda deyarli xonadon qolmagan. Shuni inobatga oling. Oldidagi yana bitta BS blokimiz bor. Bularni ham ko'tarishni boshlaymiz avgustgacha. Shulardan yaxshi variantlarimiz qolgan. Bunda deyarli kam. Nisbatan qomatsa ham bo'ladi. Sizga agar shunaqangi xonadon kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Sizlar bilan qora suvlar, sog' bo'linglar.